Salom aziz do'stlar, sizlar bilan Bakirbek. Bugun sizlarga 4-iyul kuni keladigan Magic kubni qanday qilib tez va oson olish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Buning uchun sizga do'stingiz kerak bo'ladi. Xolos siz u bilan birga komnata o'ynaysiz. Hozir buni qanday qilish kerakligini ko'rsatib o'taman. Lekin avval siz videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Endi komnatani oching va xohlagan parolingizni qo'ying. Endi partiyani ko'paytirish kerak. O'rtadagi 7 raqamini 13 ga o'zgartiring. Keyin joningizni ko'paytirishingiz kerak. 200 xp deganini 500 xp ga o'zgartiring va komnatani boshlang. Endi hammasini qisqacha tushuntirib o'taman. Endi siz do'stingiz bilan jang qilmasligingiz kerak. Shunchaki zonada galma-gal olguncha turib berasizlar. Birinchi safar do'stingiz yutqazsa, keyin siz yutqazib berasiz. Shu orqali kubni qo'lga kiritishingiz mumkin, chunki faqat kub yoki bor reyting 120 daqiqa o'ynashingiz kerak. Faqatgina 120 daqiqa o'ynash orqali kubni olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Ovoz effektlari kerak bo'lsa Telegram kanalimga o'ting.